psoriatik artritga yangicha preparatlar chiqqan. Yangicha zamonaviy lichina chiqqan. Amerikada ham shu lichina qilinadi, Yevropada ham. Shunaqa standartli dorilar chiqqan. Temam quvadan kelyapman. Siz ijtimoiy tarmoqlarda ko'rib kuzatib. Islohotlar. Ibrohimjon siz? Nima ish bilan beri paliatrit bilan davolanib yurdim. Biko'yozchi. Ochilib yopilishi. Ertalab karaxt bo'lib qoladimi? Karaxt bo'ladi. Uyushadi. Uyushadi. Oyoqdagi barmoqlar uyushadi. Aha. Qancha vaqtdan keyin qo'yib yuboradi bu narsa? Qo'yib yubormaydi. Qo'yib yuradi. O'sha mana endi bunaqa kelmayapti endi mana. Bora-bora. Tak, bu giberdin bushlar, bu tugunchalar. Mana qo'l ko'proq psoriazda bo'ladi. Psoriaz bor. Ha, bu paliartrit bas. Biroqcha bu psoriatik artrit deydi. Psoriatik artrit mana shu o'rta barmoq ko'proq shikastlanadi. Mana kattalashgan bularga qaraganda. Harakat cheklangan. Mana bunda ham bor o'zgarish. Endi poliartrit, ya'ni reumatoid artriti ko'proq birinchi ikkita barmoqda ko'proq. Haligi tipichin joyi shet. Psoriatikda mana ko'proq bu keyin ozib ketadi poliartritda, reumatoid artrit. Psoriatikda bu ko'proq sal boshqacharoq bo'ladi. Qayerda bor psoriaziz? Boshlarda bor, badanda aytib. Boshda hozir ichinchi ekan. Ha, mana psoriaziz. Hozir choy ichmay keldingizmi, ichdingizmi? Choy ichganman. Ichib keldingizmi? Kecha analizda topshirganman. Bo'ldi. Analizda qilib keldingizmi? Ha. Rengingiz yo'qmi qo'ldik? O'sha bor qo'ldik ham. Oldin tushgan edim. Oldin ichgan dorilarim bor. Reumatoid artrit bas, bu psoriatik artrit bu. Ramaringiz bor ekan. Bo'yin og'rimaydimi, bo'yin? Yo'q. Bo'yin harakatlari yaxshimi bugun? Harakatlari zo'r. Yaxshi. Tak, o'ng qo'l mana. O'rta barmoqda mana o'zgarish bordi. O'rta barmoqda o'zgarish. Chap qo'lda ham bor ekan shu narsa. Chap qo'lingizda ham bor tipishni. Lekin reumatoid artritga xos ikkinchi, uchinchi barmoqdagi bukiladigan joylarda mana toza. Bu psoriatik artrit. Tak, rengin bor. Rengi xuddi shunaqa narsa metizm qilishmadi? Yo'q. Qilishmadi? Dumg'azingiz. Unda hozir bitta o'sha psoriatik artritni tipichini joyi, shikastlaydigan joyi, mana yerda bo'g'imi bor. Dumg'aza bilan quymichni birikadigan bo'g'im bor. Shu yerda shikastlaydi. Shikoyatingiz ham borda, shu og'riq bormi? Og'riq bor deyapsiz. Hozir mana shu yerda bitta oddiy rengi qilib berasiz. Qilib berasiz, undan keyin ko'ramiz. Sizni to'liq skrining qilib, yaxshi chuqur tekshirib olsak, kasalligingiz bosqichlarini yaxshilab hozir aniqlab olganimizdan keyin xudo xolasa psoriatik artritga yangicha preparatlar chiqqan. Yangicha zamonaviy lichina chiqqan. Amerikada ham shu lichina qilinadi, Yevropada ham. Shunaqa standartli dorilar chiqqan, bazaviy preparatlar. O'sha uni skrining qilib olsangiz, siz yaxshilab tekshiruvdan o'tkazib olsangiz, unga nima deydi, protivpokazaniya qarshi ko'rsatma bo'lmasa, sekin shunga o'tkazamiz. U preparatlar zo'r tomoni bir yo'l psoriazni ham uradi, psoriatik artritni ham uradi. Tushunyapsiz? Kasallikni ildiziga uradi. Ya'ni kasallik to'xtatuvchi preparat. Ora qoldiruvchi preparat emas. Shu maqsadda hozir bitta anaqa qilib qolamiz. Shu.